Endi dalcha o'sish uchun siz bunaqa do'konlarni ko'paytirishingiz kerak. Hozir agar yana 6 oy, 1 yil sal minusga ishlaydigan bo'lsa, menimcha bu yaxshi emas deb yo'q qolasiz. Maqsadga bog'liq. O'zini aldamaslik kerak inson. Onlayn xizmat deylik, format. Hamma biznesda ishlari bor deb eshitganman. U joyi, aytaylik, uni biznesiga to'g'ri kelmaydigan joy. Nima qilish kerak ekan, qana sotish kerak ekan, bizni do'konda qanday ishlatsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun navbatdagi biznes razborimiz. Bugungi mehmonimiz Sherali aka Tulayev. Bularni Blessing Market degan bizneslari bor. Xudo xolasa, bularni biznesda qanday muammolar bor va u muammolarga nima yechimlar borligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Kelganingizdan xursandmiz. Rahmat katta. O'shanga ozgina kirish maqsadida biznesingiz nima haqida, nima biznes qilasiz, qachondan qilasiz, qisqa tushuntirib bersangiz, keyin sekin sizni qiziqtirayotgan savolga o'tsak. Endi assalomu alaykum avvalambor aziz aka, hamma jamoa. Endi biznes masalasiga kirib kelganimizga 20 yildan oshdi-yu, menimcha adashmasam. Shu boshidan talabalik paytdan buyon biznes qilganimizda hamma sohaga deyarli kirib chiqqanman. Chunki qaysidir bir sohani bizga ustoz bo'lmagan. Ilmda bir ustoz bo'ladi-yu, lekin biznes sohasida bir aniq bir odamga. Nechta sohaga kirib chiqqansiz? Bilmayman, bir kun menimcha 10 ta yo'ndan ko'proqdir. 20 yil ichida bir 10 ta sohaga kirib chiqqansiz. Kamida. Guruh nimadan katta-kattasini aytganda. Biznes sohasida aniq bir odamni endi hozir mana shu o'rinda o'zida hozir menga fikr keldi hozir. Ilm olganmiz. Ilm yuzasidan ham yurganmiz, institutda o'qiganmiz, boshqa qilganmiz, lekin biznes sohasida hozir o'sha ustoz tanlash degan joyga e'tiborsizlik qilgan ekanmiz. Hozir mana shu esma tushdi hozir. Ayni paytda. Hozir endi tahlil qilyapsiz-da. Hozir tahlil bo'lgan deyapsiz-da. Shunaqa hozir men uzoq yil davomida, misol 20 yildan buyon oshdi. Xo'p. Hozir ko'proq ishlagan, uzoqroq ishlagan sohamiz kiyim-kechak bo'lgan. Kiyim-kechak sotuv, savdosi yo ishlab chiqarishmi? Ishlab chiqarish ham bo'lgan, sotuv ham bo'lgan, o'sha optim sotishlar ham bo'lgan, shu bozorlarda shunaqa holat bo'lgan. Undan keyin o'sha kiyim-kechak to'xtaganda, o'sha nimadan zarar bilan to'xtab qolgan paytdan keyingi nimamiz bir 10 yil atrofida shu xo'stovar sohasi deymizmi, shunaqa aralash mollarda. Okay. Zo'r. Hozir xo'stovar biznesidasiz. Asosan xo'stovar bor, asosiy ko'rinishda, keyin kiyim-kechak ham kichikroq bir holatda bor. Yaxshi. U bittami ikkalasida, bitta magazinmi yo har xil magazinlar haqida gapiryapsiz? Xo'stovar bilan kiyim-kechak bitta joyda? Boshida bitta joyda bo'lgan. Kichkina do'konda bo'lgan. Keyin alohida bo'lgan hozir. Zo'r. Kichikroq bo'lsa ham alohida bo'lganda. Hozir nechta do'kon bor? Hozir endi 3 ta do'kon bor hozir. 3 ta do'kon, hammasi Blessing Market degani. Endi u Blessing Marketda o'sha sizga darsga borgandan keyin brend nomini qo'ydingiz. Brend nomini qo'yish boshlandi. Zo'r. Ungacha nima edi? Xo'stovar. Ungacha shunchaki xo'stovar, kiyim-kechak. Biz endi o'sha yashash joyimizda tijorat qilamiz. Biz asosan, misol uchun meni o'zimni nimamda xalqning ichida o'zimni taniqli holatimiz bor. Falonchi degan. Falonchi akani do'koni. Do'kon, ha, bo'ldi. Oddiyroq bir yashashdan shahar ichida emas, shahar chetroqda bo'lgani uchun shuning uchun unga hojat bo'lmagan, harakat qilib o'rganmiz, boshqa qilganmiz. Shunaqa holatga kelgan hozirgi holatimiz. Zo'r. Tushunarli. Yaxshi. В целом bir tushunib turibman, hozir yana aniqlashtiruvchi bir savollar ham beraman-u. Bu mana shu do'konlar, mana shu 3 ta do'konni, mana shu xo'stovarga to'xtadingiz hozircha. Mana 10 tadan oshiq sohaga kirdim. Bu yana o'sha очередной bir kirib chiquvchi sohami yoki bo'ldi, mana shuni rivojlantiraman, hali bilmaymiz. No, mana shu yerda to'xtab turibsiz hozircha. Yo'q, o'zi kelajakda bo'lgan taqdirda ham, misol uchun kattalashgan taqdirda ham mana shu santexnika, qurilish, aralash mollar, umumiy mana shu kerak bo'lgan mahsulotlarni kengaytirish maqsad. Maqsad o'zi buni mana shuni bir sitvoy do'konlarga aylantirish. Shunaqa. Zo'r. Zo'r. Endi hozirgi o'sha do'konlaringiz qanchadan beri faoliyat olib boryapsiz? Necha yil bo'ldi? 11 yil bo'ldi o'sha boshlaganimiz birinchi do'konni.
11-12 yil atrofida bo'lib qoldi. Demak, orada boshqa biznes ham qilgansiz-da? Yo'q, Bundan tashqari. undan tashqari qilinmagan. Demak, mana shunga fokus qilgansiz 10 yildan beri mana shu. 10 yildan buyon mana shu. Qo'shimcha ikkita do'konlar qachon ochilgan? Keyin etap davomida, misol uchun, oxirgi do'konimiz u ham birinchi ochgan do'konimiz o'sha aralash kiyim-kechak ham bo'lgan. Keyin orada bitta do'kon ochdik, viloyatdan ochdik, u zararga kirib ketdi, yo'qolib ketdi. Undan keyingisi o'sha Xo'savorning aralash mollarining ichidan alohida kiyim-kechakni chiqardik. O necha yil bo'ldi bilmayman, 3-4 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi, shunaqa atrofida bo'ldi. Oxirgi mana 1 yil, 1,5 yil ichida yana alohida bir qurilish mollariga o'xshash Xo'savar ochdik, kattaroq qilib. Mana shu. 3 ta do'kon, uchalasini konsepti har xilmi? Mana bittasi Xo'savar dedingiz, ikkinchisi kiyim do'kon, Kiyim do'koni. uchinchisi Xo'savar va qurilish katta. Ana birinchisi bilan o'xshashroq. Birinchisi bilan o'xshashi, lekin farqli. Farqliroq. Nima farqi bor? Farqi bunda birinchi do'konda kanstovar, shunaqa o'yinchoq, mana shunaqa do'konlarda birinchisi. Va keyin o'shaning ichidan alohida qilib assortimentni ko'paytirish uchun Qurilish ham. idish-tovoq, Idish-tovoq. stроительный, santexnika narsalarni alohida qildik. Bo'ldi, tushundim. Demak, 3 ta do'kon bor. Birinchisi, uchinchisi bilan sal yaqinrog'i, lekin baribir farqli. Farqli. Tushundim. Bo'ldi. Endi savolga o'tsak. Savol nimada? Asosiy savol. Endi savol hozir mana shu taxminan bir 2 yil, oxirgi 2 yillikda hamma o'sha biznesda bo'ladigan kadr masalasi bo'lib, o'sha kadr masalasiga nimani ayamasdan hozirgi kunda pul tikyapmiz kadr masalasiga. O'sha sohani savdo hajmini oshirish masalasida. Maqsadida. Yana misol uchun hozirgi kunda mana shu hozir stроительный narsalar, santexnika narsalarni kattaroq bir joy qilib, iloji bo'lsa o'zimiz o'sha bizni taniydigan joyda kattaroq bir biron etaj do'kon qilib rivojlantirish. Katta do'kon. Katta do'kon qilish. Mana shu hozir aralash bo'lib turibdi-ku bizda holat. Shularning hammasini alohida katta bir do'kon qilish. Misol uchun bir 3 etaj do'kon bo'lsa, shuni bittasini santexnika qurilish, bittasini kiyim-kechak misol uchun katta qilish maqsad. Maqsad shu o'zi. Yaxshi. Savol nima? Savol hozir shuni bizda muammo bo'lib turgan narsa, savdo hajmi past. Har bitta do'kondami yo umumiy? Asosan ko'p e'tibor qilgan o'sha oxirgi ochgan do'konimizda savdo past. Savdo past. U eng katta do'kon. Eng katta do'kon, eng ko'p e'tibor qilinadigan shu. U foydadami yo'qmi? Zarar bo'lmasa ham deyarli foyda ham unaqa jiddiy emas, lekin noldasiz. deyarli plus minus bo'lib turadi, yo sal oshadi, sal. Eng yaxshi yurgani qaysi? Eng yaxshi bu birinchisi. Chunki birinchi hali ham o'sha 10 yil oldin ochilgan kichkina do'kon bo'lsa ham o'shandan qolgani paydo bo'lganda. O'sha kichkinasi necha kvadrat? 50-55 kvadrat. Mashlarni yozaylik. Birinchisi aralash desak bo'ladi. Aralash. Ikkinchisi kiyim. Uchinchisi nima desak bo'ladi? Qurilish santexnikami, qurilish mana shunaqa. Qurilish plus aralash deylik. Bu necha kvadrat? Bu 50 kvadrat. 50 kvadrat. Bunisi-chi? Bu ham 50 kvadrat. Bu-chi? 100 kvadrat. Bu 100 kvadrat. Mana qarang. 50, 100. Endi bunga katta deyapsiz. Asli bu ham katta emas. O'zi aslida deydigan bo'lsangiz, sizda mana bu 10 yil bo'ldi, to'g'rimi? 10 yildan beri bor. Bu ham borida ajralganiga qancha bo'ldi? 5 yillik. 5 yil bu-chi? Bu 1,5 yil atrofida. 1,5. Zo'r. Mana 3 ta nimangiz bor. Endi asosiy savolingiz savdo oshmayapti deyapsizmi yo nima deyapsiz? Savdo hajmi past. Men sizda bu yerda ikkita savol ko'rdim. Birinchisi, ya'ni to'g'rilaysiz agar to'g'ri bo'lsa, birinchisi maqsad bo'ldi. Savolni nima desam, maqsadingizni aytdingiz. Men shuni kattalashtirmoqchiman yoki
katta do'kon qilmoqchiman, 3 ta etaj bo'ladi, mana shu uchalasi bitta joyda bo'ladi degan bir g'oyangiz bor. Mana shu g'oya to'g'rimi, noto'g'rimi degan savol. Shunaqa. Ikkinchisi, hozirgi holatimda savdolar past, ayniqsa men bunda mana shuni oshirish uchun nima qilishim kerak? To'g'ri tushundimmi? Shunday. Bo'ldi. Mana shunga bo'lmasa upor qilaylik. Meni fikrim mana bu yerda birinchidan siz mana 10 yil ichida bitta kommentariy berib ketding. 10 yil ichida har xil sohalarga kirdim. 20 yil ichida har xil soha, undan ko'proq sohaga kirdim, oqtardim, boshqa qildim deyapsiz. Juda ko'p tadbirkorlar imенно shu yo'nalish bo'yicha ketadi. Shunda biznes mana aytdim, nolda bo'ladi. Biznesni boshlaydi. Qaysidir do'kon qiladi yoki ishlab chiqarish qiladi, o'sadi, savdosi ketadi-yu, qaysidir joyda to'xtaydi savdo. Keyin sekin pasayishni boshlaydi. Chunki konkurensiyani ko'radi, boshqa qiladi-da, to'xtaydi. Cheta bu zo'r emas ekan deydi. Zo'r emas ekan deydi-da, bu yerda chiqib ketadi. Chiqib ketib yangi biznes boshlaydi. Yana ketadi. Bu biznes ham qachon to'xtaydi-da, tushishni boshlaydi. Bora deb turib, yangi biznes boshlaydi. Mana shunaqa qilib aylanib yuraveradi. Tushunyapsizmi? Bankrot bo'ladi, boshqa bo'ladi, mana shunaqa qiladi. Mana shundan uzib chiqib keta olmaydi. Nimaga? Chunki qaysidir joyda mana shu yerga kelganda biznes mana shunday tushishni boshlaganda nima uchun tushyapti? Nima qilishim kerak? Yo strategiyam noto'g'ri, yo resursim yetmayapti, qaysidir yangilashga, innovatsiyalar qilishga, yoki qaysidir xodimlarni olishim kerak, nimadir qilishim kerak deydi-da mana shu yerda. To'g'irlab turib chiqib ketish kerak. Tushunyapsizmi? O'sib ketish kerak. O'sha borgan sohasida. Mana shu joyda bular ko'pi pastga qarab ketadi. Bu birinchidan o'zi bilmagani uchun, tushunmaganligi uchun. Ikkinchidan mana shu yerga kelganda sal pasayadi-yu, to'xta deydi, mana yerda Toshmat, Eshmatlar mana yerda avtomoyka ochibdi. Men bo'lsa pishiriq yuribman. Kim meni avtomoyka ochaman deydi. Tushunyapsizmi? Buni yopadi-da, boshidan boshlaydi yana. U avtomoykasi ham qaysidir joyga kelganda yana to'xtaydi. To'xta deydi, anovlar restoran ochibdi deydi-da, yana tushib ketadi. Birovlarga qarash, tahlil qilish ko'p. Tushunyapsizmi? Mana shu zo'r bo'lyapti ekan deydi. Birovni qilayotgan ishi. Birovni qilayotgan ishi. Vaholanki u birovni ishi har doim ichidagi muammosini ko'rmaydi-da, u zo'r bo'lib ketayotganini ko'radi xolos. Nechtasi kuyganini ko'rgan yo'q. Asli u 100 tadan bir 90 tasi kuyyapti. U hali 10 tasiga fokus qiladi. Qara, zo'r bo'lyapti deydi-da. O'shaning uchun mana shu aylanib yuraveradi. Oxiri bir 10 marta aylangandan keyin yoshi bir 50 ga borib qoladi-yu. Boradi deydi. Bo'ldi, taslim bo'ladi, chiqib ketadi. Bunaqalar 90 ta. Tushunyapsizmi? Aksariyat kichik bizneslar mana shu joyda chiqib ketaveradi. Mana shu darajadan. Aytaylik, bu daraja har xil. Agar pulda o'lchaydigan bo'lsak, oylik oboroti balki 50 mingdir, 100 ming dollardir. Balki 10 mingdir. Mana shu yerda. Mana shu zonada aylanib yuraveradi. Mana shu bu vaqt bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa bir har qanday bir tadbirkor rosa aktiv ishlaydigan bo'lsa 20 yil ishlaydi. Tushunyapsizmi? O'sha 20-30 yil. Kichkina holat. Mana shu 20-30 yilini mana shu kvadratda o'tkazib yuboradi. Tushunyapsizmi? Tevaga chiqa olmaydi. Qaysidir joyda agar sal ilm berib, tadqiqot qilib, strategiyani to'g'irlab, kerak bo'lsa ozgina pul tortib, to'g'irlaganda uchib ketadi mana shu. Bunaqa uchadiganlar mana shu 100 tasi boshlasa, nari bo'lsa 10 tasi uchadi. 90 tasi mana shunda qolib ketadi. Tushunyapsizmi? Vaqtida payqash kerak. Endi siz hozir o'sha mana shu joydasiz. O'saymi deyapsiz. Tushunyapsizmi? Chunki hali bilmaysiz hali. Mana shu yerda yo pastga qarab ketasiz. Chunki savdolar zo'r bo'lmayaptimi? Yana 1,5 yil bo'ldi dedingiz-ku mana do'koningizga. Demak, mana shu yerda ko'pchilik mana shu zonada o'tkazib yuboradi-da vaqtini. Sizda ham agar hozir mana shu yerda bo'ladigan bo'lsa, to'xtab tur. Nima qiling? Agar hozir 1,5 yil bo'ldi sizni nimangizga boshlaganingizga, mana bu do'kon. Hozir agar yana 6 oy, 1 yil sal minusga ishlaydigan bo'lsa, menimcha bu yaxshi emas deb turib yopib qolasiz.
haligi joy bo'laveradi. Endi nima qilsam ekan? O'shaning uchun hozir o'rganish kerak, nima qilish kerak. Bu yerdagi men ko'rayotgan muammo sizda. Aksar kichik bizneslarning muammosi. Aksariyatida mana shu yerda muammo. Siz hozir 3 ta konseptni olgansiz. Konsept deganda o'sha biznesning g'oyasi. Nima ish bu desa, bu aralash xo'st tovar deylik birinchisini. No xo'st tovarning ichida hamma narsa bor. O'yinchoq ham bor, konstovar ham bor, hamma narsa shunaqa tipdagi bir do'kon. U aytaylik, qaysidir rayonda yaxshi ishlaydi. Shaharda ishlamasligi mumkin, qaysidir rayonda yaxshi ishlaydi. Oziq-ovqat yo'qmi yerda? Oziq-ovqat yo'q. Yo'q, kiyim ham yo'q, to'g'rimi? U nimadami? Do'kon ichidami? Birinchisida aralash. Yo'q, kiyim yo'q. Da. Mana bu xo'st tovar deylik. O'sha xo'st tovar konsepti. Ikkinchisi kiyim konsept, uchinchisi qurilish, ko'proq qurilishga tortgan xo'st tovar konsept. Endi meni qarashim bu yerda bitta kichik tadbirkorga 3 ta konseptni parallel olib borish juda qiyin. Siz hozir men bu uchalasini ham bitta joyga yig'ib, 3 etaj qilib qilsamchi deyapsiz-ku. Meni shaxsiy fikrim unaqa qilmang. Nimaga? Chunki bu uchalasi 3 ta yo'nalishdagi biznes. Yoki kiyim biznesini yaxshi tushunish uchun siz har doim kiyimni ichida yurishingiz kerak-da. Hozir nima moda, nimani olib kelishim kerak, klientim qaysi? Chunki qurilishga kirgan klient kiyimni klienti bo'lmasligi mumkin. Buni teskarisi. Kiyim olgani kelganlar qurilishga kelmaydi. To есть bular har xil odamlar bo'lishi mumkin-da. O'shanga siz qiynalishni boshlaysiz. Kengaygan sari hozir 3 ta 4 ta filial ochsangiz, bo'ldi, qiynalasiz. O'shanga meni tavsiyam bu yerda bitta yo'nalishni qoldirish kerak. Bu degani bitta do'kon qolish kerak degani emas. Sizda 3 ta do'kon bo'lishi mumkin, no bitta yo'nalishda. Aytaylik, misol bu, xolos. Kiyim bilan qurilish aralashni yopasiz va faqatgina aralashga fokus qilasiz. Va mana bu do'konlarda ham xuddi shunaqa aralash konseptga o'tkazasiz. Bu ham aralash bo'ladi, bu ham aralash bo'ladi. Balki bu 100 kvadrat, bular 50 kvadrat bo'lishi mumkin yoki bu ham 50 kvadrat bo'lishi mumkin. Yoki faqatgina 3-konseptni qoldirasizda, buni ham 3 qilasiz, buni ham 3 qilasiz. Bitta. O'shanda siz nimadan yutasiz? Siz bir nechta narsadan yutasiz. Birinchidan tovarni boshqarish. Tovarni boshqarish oson bo'ladi sizga. Qanaqasiga oson bo'ladi? Siz ko'proq tushunishni boshlaysiz u tovarni. Chunki faqat bittada bir xil assortiment. Bu yerda kiyimni ham tushunishingiz kerak, o'yinchoqlarni ham tushunishingiz kerak. Yo'q, siz faqatgina bitta nimani tushunasiz. Sizda ostatkada, ya'ni qoldiqlar, bozor skladdagi qoldiqlarni yaxshiroq boshqarasiz. Va buni evaziga sizda autostok holati kamayadi. Autostok degani bu tovar qolmaslik holatlari. Chunki uchalasini ham bir xil tovar sotilgani uchun bitta skladdan oson yetkaza olasiz. Bir xil tovarni. To'g'rimi? Endi mana shu bitta savolda hozir. Bizim mana shu do'konlarimiz uchalasi bitta joyda joylashgan, eng qizig'i. Bitta mahallaning bozorida joylashganda. Bizni qiziqtiradigan narsa o'sha birinchidagi do'kondan odamlarga ehtiyoj bo'lgani uchun o'sha boshida kiyim-kechak ham qilganmizki, yarim qilib. Shuni alohida qilib chiqarganman-da bu narsani. Odamlar misol uchun kiygan bitta oddiy narsa konstovar sohasida bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda bog'cha, maktabni kichkina darajasidagi kerak narsa konstovar oladida yoki bog'cha masalasiga bog'chaga kelgan odam hamma narsa olish kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda konstovari, assortiment bo'ladi. 20 ta, 30 ta spiska, 40 ta spiska bilan keladi. Plus shuni ichida kiyim-kechaklari ham bo'ladi. Pijama deydi, oyoq kiyim deydi, boshqa deydi, mana shunaqa holatlar bo'ladi.
Shuning uchun biz yonma-yon qilganmizda, shu imkoniyat bo'shab qolgan, do'konlar bo'shab qolganda ishlatganmiz shu narsalarni. Hozirgi paytda biz yashaydigan joyimizda muhit shundayki, o'sha kiyim-kechak do'konini ham katta bir qilib yuborishga ehtiyoj bor. Xalqda o'zida ehtiyoj bor. Shu narsaga misol shaharda to'lib ketdi-ku hozir. Shaharda do'kon, nima do'kon bo'lsa, kiyim-kechak do'konlar anisi to'lib ketdi shaharda. Misol uchun o'sha do'konni hozir o'sha yerdan bir katta qilib ochsa, yuradigan darajada. Misol uchun bizga kelganda 50 kvadrat do'konga odamlar kelganda hammasi o'ziga kerak narsani topolmaydi. Chunki kichkina. Uni qilish imkoni yo'q. Endi mana kanstovar masalasiga keladigan bo'lsak, ichidan misol uchun o'sha kanstovarni birinchi do'konni sekin misol uchun taxminan mana bu 3-do'kondagi narsanidan bir 30% borda. Kelajakda o'shaning ichidan chiqarib olib, o'shanda bo'lib turgan narsa bor o'zi. U ham bo'ladi o'zi aslida. Bir 20 metrda atrofida. Shuni chiqarib olib, o'shani rivojlantirish. Endi qarang. Bu yerda men agarda bir-biriga o'ta yaqin bo'lsa, unda ularga qo'shimcha do'konlar ochishda men nima ko'rmayman, manfaat ko'rmayman. Misol uchun siz o'zi 20 metr 50 metrdan narida bo'lsa, yaqinda bunga siz ajratgansiz, to'g'ri. Har xil odam boshqa joyga kirsin deb to'g'ri ish qilgansiz, ajratib. No, siz o'zingizni qiynashni boshlayapsiz. Chunki 3 ta klient, 3 ta do'kon paydo bo'ldi-da endi. Endi 3 ta joyni boshqarish kerak. Ya'ni 3 xil tovarni boshqarish kerak. Mana 3 ta joy bo'ldi. No, 3 xil tovar-da, har xil tovarlar sotyapsiz, plus 3 xil har xil sotuvchini boshqarasiz endi. Tushunyapsiz? Agar buni ustiga uchotingiz bo'lmasa, uchala joyda. Uchotingiz bormi? Uchotmaydi. Uchot tizimi. Ya'ni bironta bir 1S'gami yoki tizimlashga qayerda hisob-kitob olib borasiz? Hisob-kitob o'zi mana bu katta 3-do'konni kiyim-kechakda bir 5-6 oy bo'ldi tizimlashtirganimizga. Misol uchun o'sha hamma prihodlar qayerda turadi? Qaysi Exceldami yoki 1S'dami, qaysi sistema? Bito degan nima bor? Bito sistema bor, ichiga kiritasiz hamma. Kiyim-kechakka boshlaganmiz. Qolganlarda-chi? Xo'p, ana 3-do'konni kecha qilib bo'ldik. Endi qildilar-a? Zo'r. Endi qarang, mana shu 3 ta har xil tizimda uchalasini nazorat olib borish juda qiyin. Hozir siz yana qo'shimcha 5 ta do'kon oching desam, bu ocha olmaysiz. Qiynalasiz. O'shaning uchun men fikrlagan o'zimning fikrim endi o'sha. Bizni boyagi qaysidir o'qigan edim. Esimdan chiqdi, xullas telefonlar sensorlarni birinchi nima qilgan, sayqallagan bir ayol kishi bo'lgan ismi. Ular o'sha aytganki, ishxonang uyingga yaqin bo'lsa, o'sha rivojlanishga yaqinroq bo'ladi degan bir fikr bo'lganda. Shu uyga yaqin bo'lgani uchun boshqa ishxonamiz ham bor, ishxona ro'para. Endi men shunga hozircha 10 tacha xodimim bor hozir. Xodimlarni misol uchun shu narsaga to'g'ri qiyin bo'lyapti-yu. Ammo shuni tayyorlashga harakat qilyapman. Misol uchun bitta sohaga, misol uchun kiyim-kechak sohasida necha yildan ishlaydigan bolalar bor menda. Hozir bir 2 tasi, 3 tasi ham даже misol uchun o'ziga misol uchun qo'yib bersangiz, shunaqa kadrlarni yiqqanman-da, har bir sohani eplab ketadigan darajada. Shuni tayyorlab boryapman. To'g'ri qiyin bo'lyapti. Endi bitta hisob-kitob masalasiga kelganida, endi o'sha mana tizimlashtirish masalasida 3-do'konga 20 kun ketdi. Yo'q, 20 kun bu tizimlashtirish emas, hali 1 yil tizimlashtirasiz. Ha, o'zi. Prosta o'sha siz ustanovka qildingiz. Ustanovka qildim, hali ustanovka qildim. Endi buni ustida ishlayman. Endi hozir to'g'ri siz aytganingizdek bitta narsaga fokus qilish yaxshi narsa. Biz hozir bilmadim, hozir o'sha joyga o'rganib qolganimiz uchunmi yoki o'sha joyning o'zidan bir ishlar rivojlangani uchun oldingi ko'p ishlar qilganman endi kiyim-kechakni misol uchun optim qilganmiz. Unda ham yomon bo'lmagan-u, lekin vaqti kelganda o'sha chiqib ketishga majbur bo'lganmiz. Zo'r. Mana qarang, bu yerda siz boshqa ishda ham ishlayman. Bu yerda 3 ta do'kon bor. Uchalasi bir-biriga 20-30 metr yonida deganingizda, mana nima xayol kelyapti menga? Tadbirkorlarni turi bor-da. Har xil tadbirkorlar. Birinchi turi bu bir kichik bizneslarni ochib, o'zining tirikchiligi uchun qanaqadir bir hunarmandchilik sifatida ochadi biznesda. Tadbirkorlikni boshlaydi. Ikkinchi toifa bu biznesmen tadbirkorlar.
ya'ni katta biznes quraman deb kiradi. Katta natijalarga erishaman, katta bir hajmga chiqaman, savdo bo'yicha, foyda bo'yicha, xodimlar bo'yicha butun respublikaga sotaman, qo'shni davlatlarga sotaman, dunyoni egallayman deb keladi. Har xil. Kimdir aytadi, menga dunyo kerak emas, mana shu mahallam yetadi. Tirikchiligim o'tsa bo'ldi deydi. Menga qanchadir foyda olib keladi. Mana shu do'konlar oilamni, ro'zg'orimni tebratishga yetadi. Bo'ldi, boshqa ortiqcha bir ambitsiyalarim yo'q deydi. При этом ikkalasi ham yaxshi. То есть bittasi yaxshi, bittasi yomon emas. Ikkalasi ham yaxshi. Bu ko'pchilik nimagadir o'ylaydiki, biznes qilganda albatta o'ta katta natijalarga erishish kerak deb. Yo'q, unaqa emas. Biznesni hamma har xil maqsadlar bilan boshlaydi. Maqsadga bog'liq. O'zini aldamaslik kerak inson. Nima uchun boshlading? Nima uchun biznes qilyapsan desa, men biznesda tirikchilik uchun, mana shu oilamni boqishim uchun va o'zimga yoqadigan ish qilyapman. Har kuni nima bilandir band bo'lishim kerak. Mana shu ish bilan shug'ullanyapman. Bunda millioner bo'lmaysan desa, men millioner bo'lgim kelmayapti. Men mana shu agar millioner bo'lib ketsam yaxshi, lekin mana shu ishni qilib umrimda oxirigacha shu ish bilan shug'ullanaman desa, ongli buni qabul qilsa, bo'ldi, mana shu zo'r. Tushunyapsizmi? Lekin tirikchilik biznesida qiladigan, tirikchilik tadbirkorligiga kirib, hunarmandchilik bilan shug'ullanib, dunyoni egallayman desa, bu noto'g'ri. Chunki format boshqa, tushunyapsizmi? U boshqacha modelda ishlaydi-da, xayolida katta natijaga erishaman deydi. O'zini aldaydi. U o'zini aldaydi yo o'zi tushunmaganligi uchun, yoki shunga ishonib qoladi. Men aytmoqchimanki, bu model sizda hozir yonma-yon turibdi, 3 tasi turibdi, o'zingiz ham boshqa ishlarda ishlaysiz, boshqa qilasiz. Kengayishi o'ta qiyin bo'lgan model. Tushuntira oldimmi? Nimaga? Hozir har bitta do'kondan, mana shu yerda bittadan do'koningiz bor. Siz agar mana shulardan qo'shimcha har bittasiga qo'shimcha 5 tadan do'kon ochsangiz, har bittasiga sizda общий aytaylik 15-20 ta do'kon bo'lib qolsa, set, lekin 3 xil formatda. Bo'ldi, boshqaramiz. Va ular har xil viloyatlarda, har xil shaharlarda bo'ladi. Yoki Toshkent viloyatining har xil tumanlarida 20 metr emas. Boshqa joylarda. Siz boshqara olayotganingizni sababi ishxonangiz ham yaqin. Yaqin bo'lgani uchun. Hammasi bir-biriga yaqin. Siz bitta kirganingizda hammasiga kirasiz, nazorat ostida. Tushunyapsizmi? Qo'l boshqaruvi bor, ko'z boshqaruvi bor. Shunday. Siz hozir boshqa shaharga qo'ying, bo'ldi, qulaydi. Aniq. Boshqarish qiyin bo'ladi. Faqat boshqa shahar. Hozir mana shaharda bitta do'konimiz bor, o'zimiz do'konimiz. O'sha Xo'stovarida uni bitta odamga topshirgan edik, xullas sabab bo'lib u to'xtadi. U yerda juda yurmadi. Santexnika, stроительный narsa edi. Yurmadi-da, shuni hozir ochish masalasi bo'lib turibdi hozir yana qayta. Ochish masalasiga hozir kelganda bizni fikr, mana siz aytgan fikr beryapsiz. To'g'ri, bir fikr o'sha yerda Xo'stovar yurishmagani uchun hozir oziq-ovqat qilsakmi degan bir fikr ham bor edi. Mana to'xtang. Mana shu yerda mana bu haligi nimaga kirib qolyapsiz yana. Ali lavushkaga. Tushunyapsizmi? Nimaga oziq-ovqat desangiz, u atrofda katta ehtimol bilan qaysidir oziq-ovqat yaxshi yuryapti. Siz qaraysiz, atrofdagi masalalarda o'sha joy masalasida u joy o'zimizga qarashli bo'lgani uchun, o'zi asli qolganlar arinda menda. O'sha bitta joy, o'sha joy o'zimizga qarashlaydi. U joyda hozir yon atrofdagi do'konlar buzilib ketdi. Oziq-ovqat do'konlari. Meni fikrimda u do'konni misol uchun o'sha stроительный do'konni majbur bo'ldikda orada boshqa bir joyga ko'chirib yuborishga. U menga bir o'zim shogirdlarning bittasiga qilib berdim-da, xullas berib yubordim xullas. O'shanga borishga vaqt bo'lmaganligi uchun berib yubordim. Orada shu esimdan chiqib ketdi, shu ham ochganman orada. O'sha do'konni. U juda zo'r yurmagani uchun uni u yoqqa o'tkazib yubordik endi. O'sha ham sabab bo'ldi. Endi hozirgi kunda o'sha narsani nima qilay degan fikrga bordim. Agar qarang, agar hozir siz oziq-ovqat do'kon ochadigan bo'lsangiz u yerga, sizda to'rinchi do'kon paydo bo'ladi. Tushunyapsizmi? Oziq-ovqat to'rinchi yo'nalishga kirib olasiz. 4 ta yo'nalishga 4 ta do'konni boshqarish o'ta qiyin. Agar bitta yo'nalishda 4 ta do'kon bo'lsa osonroq. Tushuntira oldim? Ya'ni siz biznesni kengaytirishda har doim biron bir yo'nalishga fokus qiling.
tushunyapsiz? Yo'nalishni bittasini oling. Faqatgina bu qaysi yo'nalish yaxshi desa, hammasi yaxshi. Qila bilish kerak. Hammasi yomon ham bo'lishi mumkin, hammasi yaxshi bo'lishi. Misol uchun xo'stavar yurmadi deyapsiz-ku. O'sha joyda Kimdadir xo'stavar zo'r yuryapti-da hozir. Shunday. Siz oziq-ovqat ochsammikan deyapsiz xayolingizda. Xuddiki oziq-ovqatni ochsangiz zo'r bo'lib ketadi. Tushunyapsizmi? Qaysidir oziq-ovqat do'konlari bor, yopilyapti hozir. Shunday. Yurmayapti. Bu degani oziq-ovqat biznesi yaxshi emasmikan? Yo'q, nimaga yaxshi emas? Odamlar bor, yeyish kerak, ovqatlanish kerak, olishyapti. Kiyim biznesi yaxshi emas? Kiyinish kerak, yuryapti. Qurilish qilish kerak, hamma yo'q yaxshi. Tushunyapsizmi? Prosta sizni biznesingiz yurishmayaptimi? Katta ehtimol bilan bu o'sha yo'nalishni muammosi emas. Siz o'sha yo'nalishni boshqara olmayapsiz. Nimaga boshqara olmayapsiz? Chunki sizni holatingizda 3 ta yo'nalishni olgansiz. Agarda siz bitta yo'nalishni olib turib, 4 ta do'kon ochsangiz, osonroq boshqarasiz. Keyin o'sha savol, o'sha joyda yana odamlarni fikrlaydi-ku. Fikrlar hozir o'sha 4-do'kon ochish masalasi bo'lib turibdi. O'zi yaqin kunlarda o'zi mana balkim nima qilasiz siz misol uchun nimangiz bilan o'zgarar. Shu narsani hozir o'sha yurmagani uchun balkim ehtimol men borib to'g'ri desam o joyda o'tirishga vaqtim ham bo'lmadi. To'g'risi shunaqa masala bo'lib bir shogirdlarga topshirgan edik. Ularda ham nazorat qildim. Unaqa juda zo'r savdo ko'tarilmadi. Uni arenda berib yuborish kerakmi? Rosa arendaga o'sha oziq-ovqat qilaman deb rosa arenda so'rayapti odamlar. Balki arendaga berib yuboring. Misol uchun siz agar aytaylik arendaga bersangiz, u joy sizga aytaylik $500 bersa, misol uchun oyiga yoki $1000 beradigan bo'lsa, siz hozir u yerdan o'zi $1000 topyapsizmi yo'qmi? Misol uchun siz bir oy biznes qilasizda qancha topyapsiz? $1000 topyapsiz, hech narsa topmayapsiz ekanda deyman. Shunaqa. Chunki arendaga berganingizda $1000 berardi o'zi. Harakatsiz. Va siz u $1000 keyin bu do'konlarni rivojlantirishga qo'yardingiz. Shunga arendaga berib yuborishimiz eng oson yo'li shu. Arendaga berib yuborish. Agarda sizni o'zingizni do'kon kengaytirish bo'yicha bir rejangiz bo'lmasa. Bu reja bo'yicha agar hozir dalch ketadigan bo'lsangiz, men sizga aytayapman, qiynalasiz. O'shanga bitta yo'nalishni tanladingiz, aytaylik o'sha aralash do'kon yoki qurilish mollari, xo'stovar deylik, ommaga tushunish uchun xo'stovar yo'nalishini tanladingizda va Blessing Market degan xo'stovar do'konlari. Bo'ldi, mana shuni sityovoy qilaman deyapsiz. Nechta qilasiz? Bilmadim. 100 ta do'kon qilaman. Butun respublika bo'yicha. Ambitsiyam shunaqa dedingiz. Agar shunaqa bo'lsa kirasiz. Yo'q, unaqa emas, bo'ldi, mana shu biznesda qolasiz. Tushunyapsizmi? Mana shu biznesingiz yaxshi. Mana shu 3 tasi yonma-yon sizga zo'r tushgan model. Ishxonangiz ham yaqin. Uchalasi bir-biriga yaqin. Shunday kirasiz. Qalay, nima bo'lyapti deysiz. Balki yana 4-chisini oziq-ovqat ham ochib qo'yasiz yoniga. Uni ham tortalasiz. Qiynalasiz, tortalasiz, lekin kengaya olmaysiz. Hozir o'ylab ko'rdimda men azizga. Biz o'sha o'zimizni joyimizda shaharga qarab nima qilganim uchun, misol farosat qilib yuraman-da, shahardagi holatlarga boshqaga qarab yuraman. Bizga o'sha joyimiz o'ziga ko'proq fokus qilish kerak degan fikr kelib qolganda. Qaysi joyga? O'sha o'zimiz yashash joyimiz bor-ku. O'sha yerga qilish kerak degan fikr kelib qolgan. Sababi ko'p o'sha gaplashib turaman, xo'stovar masalalari shaharda birinchi o'rinda rasxod katta. Misol uchun hammani rasxod katta. Ishchi masalasi ham, boshqasi ham, arenda masalasi ham rasxod katta-da. Ham ko'p do'konlar ochilyapti, yopilyapti, ochilyapti, yopilyapti. Shunaqa. O'shaning uchun shunaqa fikr kelib qolganda menda misol uchun. Faqat o'shda turish kerak-da. O'sha yerdan kattaroq rivojlantirish kerak. O'sha ehtiyoj bo'lgan joyga degan fokus kelyapti hozir. Faqat mendagi fikr shunaqa hozir. Bu fikr sal chalg'ituvchi nimaga? Chunki mana shaharda rasxod katta deysiz, bu shaharda doxod ham katta-da. Tushunyapsizmi? Savdo ham katta. Savdo katta, o'shanga yarasha rasxod katta. Shahardagi qaysidir do'konlarning savdosi sizni do'koningizda, sizni o'sha hududda bo'ladigan do'kondan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Kengayish uchun baribir siz shaharlarga chiqasiz, iloji yo'q. Ko'pchilik yoki ba'zi tadbirkorlar shunaqa fikr bo'ladi. Men sal chekkaroq joyda turaman, arendasi pastroq deydi. Arendasi pasu, odam ham kamda bu yerda. Sen undan ko'ra yo'lda bo'yiga chiq. Yo'lda bo'yida arendasi balandroq, lekin odam ham ko'p. O'shaning uchun siz arendaga, rasxodga urg'u bermang. Bu yerda birinchi o'rinda urg'u beradigan narsangiz talab qayerda katta?
qayerda o'ssa bo'ladi, qayerda rivojlansa bo'ladi degan savol qo'yiladi. Misol uchun agar shaharda bo'lsa-da, shaharga, rayonlar bo'lsa rayon ham farqi yo'q. No bizni fikrlashimizda birinchi o'rinda rasxod yoki bizdagi bor resurslar bo'lmasligi kerak. Qayerda talab bor bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Keyin o'sha talab bizni rasxodlarimizda ayirganda yaxshi foyda beradimi, yo'qmi degan savol berasiz keyin. Arziydimi, yo'qmi o'sha talab? O'shanga kirishasiz. Hozirgi holatda siz rayonda rivojlanishingiz bu yaxshi. Chunki o'zingizni bilgan joyingiz boshqa. 10 yildan beri turibsiz o'sha yerda. 10 yildan beri siz uje o'rganadiganingizni o'rganib oldingiz va men ishonamanki, bu do'koningiz, birinchi do'koningiz 10 yildan beri o'sha yerda chiqadigan darajaga chiqib bo'lgan o'sha. Shunday. Savdoda. Undan ortiq bo'lmasa kerak deb Undan o'ylayman. ortiq qilishi mumkin. No, klientlar tanib bo'lgan, o'zini klienti bor, o'zini tovarini biladi. Bo'ldi. Mana shu uje shakllangan mana shu. Endi dalcha o'sish uchun siz bunaqa do'konlarni ko'paytirishingiz kerak. Bo'ldi, ko'paytirish kerak. Siz 10 yil ichida biznesni qanday qilib o'sha do'konni boshqarish, qaysi tovar ketadi, qaysi tovar ketmaydi, qaysi tovarni qanday sotish kerak, uslublarni o'rganib oldingiz o'sha. Tushunyapsizmi? Bo'ldi, endi mana shuni kopiya qilib kengaytirish kerak. Lekin siz kengayganda nimagadir xuddi shuni emas, boshqacha tovarni kengaytirishni boshlayapsiz-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni 10 yil o'rgangan narsangiz emas, boshqa narsaga. Hozir oziq-ovqatga kirsangiz, oziq-ovqatga hech qachon kirmagansiz, yangidan boshlaysiz. Shunday ekan. Tushunyapsizmi? Va ko'p kuyishni boshlaysiz, o'rganishni. Vaholanki bu yerda уже o'rganib bo'lgan, shakllangan va bozori bor, yo'nalish bor. O'shani tanlang, bo'ldi, boshqasiga chalg'imang. Kerak bo'lsa qolgan kiyimni ham olib tashlang, qurilishlarni ham olib tashlang. Faqat aralashdingda o'z-o'zidan yonma-yon qilmaysiz u. Aytaylik, sizni bitta hududda hozir, mana tushuncham bo'yicha, mana bitta hudud. Mana shu hudud bo'lsa, sizni ishxonangiz bu yerda bo'lsa, bu yerda birinchi do'koningiz bo'lsa, bu yerda ikkinchi do'koningiz, bu yerda uchinchi do'koningiz. Mana shu yerga kelasiz, buni ko'rasiz, buni ko'rasiz, buni ko'rasiz, qaytib kirasiz. Juda komfortli. Mana shu yerda yuraverasiz. Tushunyapsizmi? Endi siz hozir faqat men buni qoldiring desam, buni ham birinchi do'kon qilib qo'ya olmaysiz-ku, bir xil. Yonma-yoni bular. Demak, bular turaveradi hozircha. Lekin kengaymoqchi bo'lsangiz, aytaylik, mana bu hududga, boshqa hududga chiqmoqchi bo'lsangiz, keyingi hududda, bu yerda do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, bu qaysi do'kon bo'ladi desa, bu ham birinchi do'kon bo'ladi. Mana bunga o'xshagan. Bu yerda ham birinchi do'kon bo'ladi. Bo'ldi. Birinchi do'konlar bo'lib, mana shunaqa qilib faqat birlar ketadi. Bularchi desa, bularni borib yopib olasiz keyinchalik. Fokusingiz bu. Chunki arzimaydi ozgina kiyim olib kelib ushlab turishga. Bo'ldi, maytda yo'q bo'ladi, bu yerda yo'q bo'ladi. Chunki bu yerda qo'shimcha birinchi do'konga shart emas. Mana bu do'konni sal kengaytirishingiz mumkin. Yoki mana bu ikkalasini birlashtirasiz yoki mana yopasizda mana bu uchinchi do'konni birinchi qilib qo'yasiz. Chunki hududi kattaroq. Bo'ldi. Va sizda uje boshqaruv bu yerda faqatgina qo'l boshqaruvida turuvdingiz, bitta tizimlashtirish kerak obязательно. No, buni qachon qila olasiz? Qachonki bitta yo'nalishda bo'lsangiz. Yo'q, bitta yo'nalishda bo'lsangiz, siz bir xil tovar zakup qilishda yutasiz. Katta ob'yomga chiqasiz. To'g'rimi? Chunki hamma do'konlarga bir xil. Hozir aytaylik, qanaqadir xo'st tovarni oldingizda siz 10 ta do'koningiz bor, xo'st tovar do'koni. 10 barobar ko'p olasizda uni, zakup. 10 barobar ko'p olganingizdan keyin sizga поставщик ham arzonroq beradi. Siz narxda yutasiz. To'g'rimi? Shunday. Yakka do'kondan arzonroq bo'lasiz har doim. Undan sal arzonroq bo'lasiz, arzonroq sotasiz yoki sizda qo'shimcha marja bo'ladi qanaqadir. Yaxshiroq oylik to'lashga, reklama qilishga. Plus siz bitta narsani sotganingiz uchun siz doim uni nazorat qilish osonlashadi. Hozir kiyim ham, qurilish ham va hokazo har xil yo'nalishga kirib ketadigan bo'lsangiz, uni nazorat qila olmay qolasiz. Nazorat deganda nimani nazarda tutaman? Mana bitta tovarni oldingiz, bunaqa tovarlardan bir 1000 xili bor. Qaysi biri tugab qolganini his qilmay qolasiz. Klientlar keladi-da, "Ali, palonchi tovar bormi?" desa, "Yo'q." Bo'ldi, qaytib chiqib ketaveradi. Buni hali ingliz tilida autostock deydi, ya'ni qolmagan bo'ladi. O'shaning uchun bitta yo'nalishda ushlash kerak. Sizda hali izначальный savolingizga, men bu 3 etaj qilib
shu kengaymoqchiman deganingizga 3 etaj qilib har xil soha qilgandan ko'ra 3 ta 1 etaj bitta soha qilganingiz yaxshi. Tushunyapsiz? Har xil joyda. Har xil joyda. Da. O'shanda osonroq boshqarasiz. Qancha soha ko'p bo'lsa, o'shancha chalg'ishni boshlaysiz, o'shancha kengayish ehtimoliniz pasayadi. Faqat chalg'ish. Uje charchab Charchaysiz. Обязательно charchaysiz. Chunki siz mana siz 20 yildan beri ishlagansiz, uje siz biznesni aytaylik biznes qilganda meni tushuncham qanaqa? Odamda energiya bo'lish kerak-da. Uni rivojlantirish uchun. Shuning uchun yoshlarda agar yosh tadbirkorlar bor, taxminan bir 30 yoshda ular hali uchaydigan payti. Chunki 20 dan 30 gacha xatolar qilib, balobatlar qilib o'rgangan, 30 dan keyin uchish nimasi katta. 40 da ham yaxshi. 40 dan keyin sal pasayadi. Chunki o'sha energiyasi pasayganda. Bizda shunaqa holatdamiz. Shunaqa, siz qo'y deysiz, mana shu 3ta ham yetadi menga. Hozir buncha ishni tasavvur qilmayapman deyishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Agar bu shuncha ish tasavvuringizga sig'mayotgan bo'lsa, balki oddiy mana shu 3ta do'konni boshqarib yurganingiz ham yaxshi. Bunaqa holatda qolgan bo'lmaydi. Agar bunaqa holatda qolsa, hozirgi men o'zim fikrlashimda, mana uncha fikrlayman, boshqa qilaman. Bularni ham yo'qotishga to'g'ri keladi o'sha. Da, borib bu qiyinlashib boraveradi. To'g'ri aytyapsiz. Bunaqa holatda qolsa, hozir misol uchun shu holatda albatta bularning ham deyarli misol 3 ta bo'lsa hozir shuni bittasini qoldirishga to'g'ri kelib majbur bo'lib qolish holatlari bo'ladi. Men maqsad shunaqa holatga tushmaslik. Men hozir tushundim endi fikrimda adashmasam. Xo'p, mayli qaysi bir do'konda taxminan 10 million savdo qilsam, misol uchun o'sha keyingi 4-do'kon ochamiz deb turgan joyga yana o'sha sohani ochib 5 million qilsak, o'sha ham yaxshiroq ekanmi degan fikr keldi hozir. Da, bitta soha bo'lsa. Bitta soha bo'yicha. Chunki siz как minimum оборотdan yutasiz-da. Bor tovarlarni ishlatasiz. Tushunasizmi? Bitta skladdagi tovarlar ishlatasiz. Plus sotuvchingizni o'tga bemalol qo'ya olasiz. U tushunadi bu. Shogird yetishtirishda osonlashadi sizga. Shunaqa fikr keldi. Bitta tizimda ushlaysiz. Tizim mana kiritganingizda ham bitta bo'ladi. Endi biz to'g'ri o'sha fikr o'sha ma'qulroq bo'lyapti. Endi biz o'sha o'sish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz o'sha mahalliy joyimizda, masalan shaharga o'sha do'konga balkim men o'zim o'sha jarayonni kuzata olmaganim uchun, o'zim borib nazorat qila olmaganim uchun o'sha bergan ishchilar yaxshi ishlamagan bo'lishi mumkin. Shunaqa bir fikr keldi hozir. Yoki boshqa joyga yana rayonda. Chunki hozir xo'stovar masalasi, stроительный, santexnika masalasi yangi qurilish bo'layotgan joylarda rivojlanadi hozir. Misol uchun mana men eshitib turaman. Sergelida dom bo'lsa ham, biz u domning orasida hozir 4-do'kon. Lekin unaqa zo'r rivojlanmaganda. Ammo Sergelida yaxshi rivojlanyapti deydi-da, bolalardan so'rayman. Santexnika zo'r deydi, savdo deydi. Chunki yangi qurilyapti joy. Bizniki Chorsuvda. Uje qurilib bo'lgan joylarda, eski joylar. Misol uchun mana hozir xo'stovar masalasi, stроительный masalasi boshqa joydan qilsa ham mahallalarda yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki eski mahallalar yangilanyapti. Siz hozir boshqa savol beryapsiz. Sizni savolingiz hozir rivojlanishimiz uchun qayerga do'kon ochishim kerak deyapsiz. Shunaqa bo'lyapti. Lekin birinchi savol qaysi do'kon bo'lish kerak-da? To есть qaysi yo'nalish? O'sha qaysi yo'nalish dedingiz? Qurilish yo'nalishi yoki santexnika yoki mana xo'stovar dedingizmi? Xo'stovar qayerda ketadi yaxshiroq? Bir izlanib ko'raylik. Bu izlanishni marketing tadqiqotlari deymiz. Mana shu tadqiqotlar qilib turib, mana shu joyda lokatsiyani qayerdan tanlayman deysizda, qaysi lokatsiya yaxshiroq deysiz. Oziq-ovqatda o'zini lokatsiyalari bor. Qurilishda o'ziniki, xo'stovarda o'zini lokatsiyasi bor. Tushunyapsiz? Balki qurilish mollari do'koni mahallalarda orasida kerak emasdir. No, oziq-ovqat do'koni kerak. Xo'stovar qayerga kerak? Bu narsani hadeb ochib har xil joylarda ochib o'rganasiz. Bu ilm ham keladi. Siz har xil joylarga shu vaqtgacha ochmaganingiz uchun bu ilm yo'q. Tushunyapsizmi? O'zingizni atrofingizga ochgansiz xolos-da. Hozir endi shaharda qaysidir rayonga ochasiz. O'xshaydi. O'xshadi deysiz.
xuddi shunaqa rayonga boshqa joyda ochasiz, o'xshamadi. Nimaga bitta o'xshadi, bitta o'xshamadi deysiz. Uchinchi joyga ochasiz, o'xshadi. Ha, to'xtab tur, men buni inobatga olmagan ekanman. Sekin-sekin ilm yig'iladi. Men aytga ochaman. O'xshaydi, o'xshamaydi. Mana shunaqa qilib o'xshaydi. Chunki mana katta-katta supermarketlarda ham qaraydigan bo'lsangiz, qaysidir lokatsiyaga ochadi, o'xshamaydi. Ular nima qiladi? Keyin yopadi. Mana misol uchun makrolar ochadi-yu. Makro ochganda ular qancha kutadi? Taxminan 9 oy kutadi. O'xshaydimi, o'xshamaydimi deydi. Tushunyapsizmi? 9 oy kutadi. 9 oyda ichida plyusga kirishib ketsa, kirishib ketadi, bo'lmasam yopadi, chiqib ketadi. Plyusga kirish uchun обязательно ular to'xtab turib o'rganadi. Nimani noto'g'ri qilyapsiz? Mana bu tovarni qo'yaylik, mana bunaqa aksiya qilaylik, mana buni reklama qilaylik, bu qilaylik. Bu hamma qo'lidan kelgan sabablarni qilib ko'radi. O'shanda ham tortib ketmadi. To'xta, demak, lokatsiya noto'g'ri ochilgan deydi. Yopadi, boshqa joyda ochadi. Endi yana bitta savol. Hozir mana shu yerda mana kelajakda mana o'sha bitta sohani rivojlantirish, mana misol uchun hozir siz bilan suhbatlashib shu narsani tanladim. Shu bitta sohani rivojlantirish kerak. Misol uchun xo'stovar, santexnika, stроительный hammasi bitta soha. O'zi aslida bitta soha hisoblanadi bu narsa. Hop, qayerdadir misol uchun stроительный orasida xo'stovar, stроительный ko'proq ketadi, qayerdadir xo'stovar ko'proq ketadi. Shunaqa qilinadigan bo'ladigan bo'lsa, hozir bizda asosiy masala o'sha joyimizni, o'zimiz joyimizni fikrlaylik hozir. O'zimiz joyimizda hozir biz yana bir o'sha savdoning kamligini nimasini ijtimoiy tarmoq bilan onlayn ishlash masalasini yo'lga qo'yganimiz yo'q hozir. Aha. Endi o'shani qo'ysak yuradimi deyapsiz? Yuradimi degan bir fikr bor. Onlayn savdo. Onlayn savdo men mana agar onlayn savdoni imенно savdo qilish nuqtai nazaridan sizni offlayn do'koningizga qo'shimcha sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun Instagram ochasiz, yo OLXga olib chiqasiz, tam uzumdan sotasiz, har xil platformalarda ishlatib, aytaylik, mana siz mana bunaqa idishni sotasiz. Mana shu idish offlaynda bor, lekin skladingizda ham turibdi bu. Siz aytyapsizki, mana shuni uzumga ham qo'ying. Instagramda ham reklama qilgan. Ko'rsatgin bizda borligini, zakazlar tushadi, dastavkadan chiqarib yuboramiz deysiz. Ishlatsangiz bo'laveradi buni. Hozirgi offlaynga qo'shimcha sifatida. Tushuntira oldimmi? Lekin buni alohida biznes sifatida, onlayn biznes sifatida olib chiqib bir rivojlantiraman. Onlayn xizmat deylik, format. Menda endi onlayn xizmat bo'ladi deydigan bo'lsa, bu juda qiyin konsept. Nimaga? Chunki bunga alohida ilm kerak-da. Lekin offlaynga qo'shimcha deydigan bo'lsangiz, qilish kerak, qilavering. Xaridorlarni jalb qilish masalasi degan bir fikr bor bizda hozir. Misol uchun o'shani onlayn ko'rsata bilish. Odamlar misol uchun haligacha misol uchun mahallada bo'lganligi uchun, mana shunaqa do'kon borligini bilmas ekanmiz deydi. Buni qilsangiz bo'ladi. Uni qarang, mahallalarda mahalliy bildirish uchun bu onlayn reklamalardan ko'ra o'sha mahalliy bildirishni ishlatadigan reklamalar yaxshiroq. Mana misol uchun mahallada qanaqadir znaklar, bannerlar, boshqalar, chunki o'sha mahalladagilar ishlatadi-da. Bunday ketyapti, mana shu yerda bor ekan deb turib, mana yangi do'kon ochilibdi, viviskalari, boshqalari, u bunday ko'rinish kerak. Va sizni konseptingiz ko'proq aholi yashaydigan joy bo'lgani uchun, misol uchun xizmat bor, bozorning ichida, xizmat bor, mahallalarning orasida. Sizniki qaysi? Bozorning ichida. Bozorda ko'chani yuzida, bozorning ichida. Bozor atrofi. Misol uchun ko'chadan kelgan odam shunda через stoyanka orqali kiradi. Sразу ko'radi o'zi. Stoyanka orqali kiradi. Zo'r. Agar siz, mana qarang, bu yerda konseptni ham tanlashingiz kerak. Endi birinchisi siz aytyapsiz, menda xizmat nimasi qayerda? Bozorlar atrofida bo'ladimi? Mahallalarda ichida bo'ladimi? Misol uchun mahallalar ko'p gavjum bo'lgan bir domlar dorasi, mahallalarda boshi, hamma o'sha yerga. O'shanaqa bo'ladimi yo bozorning ichida bo'ladimi? To есть buni ham tanlab olasiz. Yo, meniki bilmayman, o'zi bitta-yu deysiz hozir. Bo'pti, bo'lmasam bitta u yoqqa ochasiz, bitta bu yoqqa ochasiz. Qaysi biri yaxshiroq tortib ketadi? O'zingiz konseptingizni tanladingiz. Bo'ldi, men ko'proq mahallalarga ochaman ekan. Bozorda yaxshi ketmas ekan menga. Chunki bozorda solishtirish ko'p, boshqasi ko'p. Bu yerda iloji olishadi. No, kamroq bo'lsa ham zato yaxshi marjada sotaman ekan. Bu har xilda. Va buni tanlab olganingizdan keyin endi agar mahallalar orasida bo'lsa, u sotsiyetlar nimalar unchalik muhim emas. Mana misol uchun biz oldimizda, mana misol uchun oramda mahallani orasidagi do'konlar bor.
ular biror marta meni Instagramda yoki Telegramda chaqirmaydi. Chaqirishni hojati ham yo'q, o'shda yashayman. O'shda chiqaman, boshqa qilaman. U shaharning boshqa burchagidan borib hech kim sotib olmaydi yerda. Shunday? Bizga bormaydi. Hech kim. Demak, siz Instagramda yoki qaysidir ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizdan reklama qilishingizdan sabab ko'proq onlayn savdoni rivojlantirish bo'ladi. Bu holatda reklama qilish emas, do'koningizni offlaynga chaqirish emas. Hozir bu yerda bitta savol. O'sha onlayn masalasida hozir bizda misol uchun mana shu idish deylik. U idishni biz 50 ming so'm sotamiz. Do'konda. Mana to'g'ri kelmas ekan deb o'ylab qoldim siz fikringiz bilan. Misol uchun hozir biz onlayn sotishimiz uchun o'sha idishni 40 ming sotsak yaxshi ketadi hozirgi kunda. O'zi offlayn 40-50 ming sotasiz. 50 ming so'm. Chunki u rasxod bor, u yerda ishchi bor, boshqa bor. Onlayn sotish degan narsa bizga to'g'ri kelmas ekan aslida deb turibman-da unda. To'g'ri, bu 40 ming sotmasa, buni misol uchun hozir o'zini puliga ham sotyapti-da hozir. To'g'ri. Targ'ibot qilish uchun. To'g'risi onlayn qiyin sotish, chunki to'g'ri aytyapsiz, raqobat juda kuchli. Xohlagan odam kiradi, o'zini tovari bo'lmasa ham kiradi. No, siz onlaynda ochib, buni targ'ibot qilib, 40 ming qilmaysiz, 50 ming qilasiz. 50 mingga oladiganlar ham bo'ladi. No, bu yerda chalg'ish bor-da sizda. Onlaynda rivojlantirishga chalg'iysiz, o'sha vaqtingizni va energiyangizni yana 3 ta do'konga sarflashingiz mumkin. Biz endi o'sha bitta yo'nalishimiz bor ekan, fikrimda. Mana shu siz bilan gaplashib bildimki, o'sha onlayn dan maqsad aslida onlayn sotish emas. Aslida o'zingizni shu yerda ekanligingiz, sizdan nima bildirish. Maqsad, nima narsalar, mahsulotlar borligini bildirish yuzasidan ma'lum miqdorda bir nima qilsa bo'lar ekan. To'g'ri, da. O'shaning uchun aytdim-ku, yo'nalishlar offlaynga ko'maklashuvchi kanal sifatida ochsangiz bo'ladi. Bo'lar ekan. Agar alohida sotish instrumenti biznes sifatida ochaman desangiz, uni qilsa bo'ladi. No, unga qanchalik vaqtingizni, energiyangizni ajratish arziydi, plus qanchalik tushunasiz u yo'nalishni. Tushunyapsizmi? U alohida biznes. U juda qiyin tushunadigan. Agar siz tushunmasangiz, undan ko'ra ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi offlayn do'konlar ochingda, o'shanga fokus qiling, bo'ldi. Va onlayn Instagramni har xil onlayn borligingizni mana shu 4 ta do'kon borligini bildirish uchun ishlating. Qaysidir komandaga berasiz, SMMni yuritadi, boshqa qiladi, ularga zo'r qilib yurg'izib yormaydi uni. No, mana Blessing Market degan do'konlar bor, u yerda mana bu narsalar bor. Uncha reklama qilib turadi, boshqa qiladi. Qattasilar, adresi qatta, nechigacha ishlaysiz va hokazo degan savollarga javob beradi. No, fokusingiz offlaynda bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. Tushunyapsiz? O'shanga sizda bu yerda asosiy men o'ylayman, sizga keyingi darajaga olib chiqishda katta urg'u beradigan, katta effekt beradigan narsa bu hozir bitta yo'nalishni tanlash. Bitta yo'nalishni tanlagandan keyin o'sha yo'nalishda qayerda ochaman, nima bilan kiraman, ya'ni shakllandi. Masalan, birinchi do'kon bilan uchinchi do'konni agar birlashtirib olsangiz, sizni holatingizda aralash bilan qurilishlar, sizda bitta yangi konsept paydo bo'ladi. Xozmak degan bo'ldi. Qaysi tovarlar qoladi, qaysilar qolmaydi. Mana shuni hal qilib olishingiz kerak. O'shalarni hal qilgandan keyin bo'ldi. Endi mana shularni bu yili qayerlarda ochaman deysiz. Qaysidir mana siz o'zingiz do'koningiz bor hozir, oziq-ovqat qilaman deb turibsiz. O'shda ochasiz misol uchun. O'shda xuddi shu konseptni ochib ko'rasiz. Qani uzoqroqda eplalamanmi, yo'qmi? Epladingiz. Uzoqroqda boshqarishda o'zini qiyinchiligi bor. O'shanga yarasha sekin to'g'riladingiz. Keyin yaxshi ketdi. 3-do'kon ochasiz, 4-do'kon ochasiz. Mana shu tariqa sekin-sekin rivojlanasiz. Boshqachasiga juda qiyin kattalashish. Tushunarli. Shu. Endi yana bir savol mana hozir bizda muammo bo'lib turgan narsa, o'zimni ish jarayonimda rahbar ishchilarning ishiga qaysi darajada aralashish kerak? Qaysi manfaatliroq bo'ladi? Ana shu masala ham hozir nima bo'lyapti? Qarang, endi mana shu
har qanday biznesda, aynan mana do'konlarda agar boshqaradigan bo'lsangiz, sizda har xil turdagi ishchilar bor, ha? Bittasi sotuvchilar asosan, sotuvchi. Bu do'konlar ko'paygan sari ta'minotchi paydo bo'ladi. Dastavkachi bo'ladi. Buxgalter paydo bo'ladi. Sotuvchilar komandasi bor. Sizni aralashish darajangiz bu yerda o'zini skriptlari bor, ular nima qilish kerak, должностной instruksiyalari bor. Ya'ni ularni nima deydi, o'sha ularda xizmat yo'riqnomasi, lavozim yo'riqnomasi. Nima ish qilish kerak? Sotuvchi nima ishlarga javob beradi? Nechida kelish kerak? Kelgandan keyin nima ishlar qilish kerak? Taxlash kerak, sanash kerak, artish kerak. Klient kelganda turib salomlashish kerak, kutib olish kerak, sotish kerak va hokazo. Oxirida pulni topshirish kerak. Mana bu ma'lumotlarni ajensiga yoki sizni programmangizga kiritish kerak. Shu narsalarni yozib, u bilan kelishuv qilasiz. Mana shu narsalar yozma shaklda. Yozma, sizda yozmami yo'qmi? Yozma emasmi? Mana shularni yozma shaklda kelishuv qilib olasiz. Nimaga yozma shaklda kelishuv qilasiz? To u yozganda odam shuni yozib olsam bemalol yozganda inson mas'uliyat oladi o'ziga. Tushunyapsizmi? Qo'l qo'yadi-yu. Sal boshqacharoq bo'ladi. Siz ertaga menga qaragin, mana bu narsalarni sen bilan kelishuvdik. Nimaga qilmayapsan? Desangiz, buni kelishuvdikmi deydi. Kelishganmiz, mana o'zing qo'l qo'ygansan, esingdami? Men senga aytdim mana shuni deb. Tushunyapsizmi? Sal bo'lsa ham eslatma bo'ladi. Buni o'zida bitta kopiya o'zida, bitta sizda. To bu u bilan sudlashish yoki nimadir qilish uchun emas. Inson o'zi bunday mas'uliyat olishi kerak birinchi o'rinda va siz nima deyotganingizni u anglash uchun. Endi eng yomon kelishuv mana shu yerda sotuvchilarga kelib, "Davay bolalar, yaxshi ishlanglar" deb qo'yish. Nima degani? Menga qaragin, sen yaxshi ishlamayapsan deydi. U odam, men zo'r ishlayapman deb o'ylaydi hali bola. Yo'q, sen yaxshi ishlamayapsan. Tushunyapsizmi? Chunki aniqlik yo'q. Mavhumlik tiqilib yotibdi. Sizni xayolingizdagi yaxshi ishlash bu boshqa narsa. Uni xayolidagi yaxshi ishlash boshqa narsa. Mana shu mavhumlik qancha ko'p bo'lsa, o'shancha ko'p aralashasiz. Shunday. O'shancha aralashasiz. Tushunyapsizmi? Nima, men klient kelganda nima o'rningdan turmading? Men senga yaxshi ishlagin dedim-ku desa, yaxshi ishlash uchun o'rnidan turish kerakmi deydi. Misol aytyapman. Yaxshi ishlash uchun o'rnidan turish kerak deydi. O'rnidan turib, yana nima qilishim kerak? Shuni bir kelishib olaylik, yaxshi ishlash nimaligini. O'zi sening sohangda. U imенно har bittasini sohasida. Har bittasi sohasida. Shuni yozib chiqasiz. Men sotuvchini misolda aytyapman, xolos hozir. Yoki qaysidir farrosh keldida, sizni tozalab ketdi. Siz unga nima dedingiz? Endi qarab turarsiz, do'konga toza qilib qo'yarsiz deb qo'ydingiz. U ham ha, toza qilib qo'yaman. Shunday kirsangiz, bunday pollarni artib qo'ygan. Stollar changga to'la yotibdi. Men stollarni artmadingiz. Baqa keling, stollarni ham arting deb aralashyapsiz ishiga. Sizni energiyangizni, vaqtingizni olyapti-da. U ham yaxshi farroshdir. U aytayapti, "To'xtang, siz tozalab qo'ying" dedingiz, men pollarni o'zini nazarda tutibman dedi. Yo'q, nimaga stollarni ham aytdim. To'xtab turing, har bitta mahsulotni ham artib chiqishim kerakmi? O'shani ham bir aniqlik kiritib olaylik deydi. Agar har bitta mahsulotni ham nazarda tutgan bo'lsangiz, ertaga stolda ham artsangiz, menga qarang, nima mahsulotlar to'g'rilamadingiz deb yana aralashasiz. Nima bu gullarni har bitta barkini artib chiqmadingiz? Nima jalyuzilarni artmayapsiz? Nima pilisos qilmadingiz? Nima uni qilmadingiz desiz, menga qarang, siz menga toza tursin dedingiz, xolos-ku deydi. Tushunyapsizmi? Mavhumlik. O'shaning uchun iloji boricha boshqaruvda mavhumlikni yo'qotish kerak. Har bitta insondan nima kutayotganingizni aniq, tiniq kelishib olishingiz kerak. Kelishuv yaxshiroq bo'lish uchun yozma ravishda bo'lsa, u osonroq tushunadi birinchidan. Siz ham yozib chiqasizda keyin. Ikkinchidan mas'uliyat oladi. Yana bitta variant, sizdagi savol, xayoldagi nima bo'lishi mumkin? Haligi 3 ta biznesda, 3 ta yo'nalish deylik. 3 ta yo'nalishda yoki 4 ta yo'nalishni oziq-ovqat ochadigan bo'lsangiz, sekin qaysidir darajagacha olib chiqib, sizni o'zingizni yaqinlaringizga yoki shogirdlarga, kimgadir qanaqadir mas'uliyat berib, ular yoki sherikchilik qilibmi, nimadir qilib tarqatib yorib,
o'sha yo'nalishda ishlash. Bu birinchi variant. Va o'shani hammasi o'zi yuritsin, rivojlantirsin, chunki o'zingiz kuchingiz yetmaydi, vaqtingiz ham yetmaydi, energiyangiz ham qolmayapti. To'g'rimi? Ikkinchi variant bu bitta yo'nalish tanlayapsiz-da. O'sha yo'nalishga kirishish. Meni shaxsiy fikrim, qancha ko'p biznes bo'lsa, o'shancha qiynalasiz. Qancha ko'p biznes turi bo'lsa. Agar siz investorlik qilaman desangiz, unda bo'ladi bu yo'l. Men hozir mana hammasiga pul tikaman, har bittasini rahbar sifatida qo'yaman, keyin sekin o'zim chiqib ketaman-da, o'zim ishim bilan shug'ullanaveraman, ular qilaversin, qanchadir foyda olib kelib tursa, eplab ketsin. No, men bo'ldi, charchadim. Men chiqib ketaman biznesdan. Desangiz, unda bu variant yaxshi. Yo'q, men biznesdan chiqmayman, ishlayman hali. Qancha ishlaysiz, maqsadim hech bo'lmaganda bir 10 yil ishlash, misol uchun. Va bu 10 yilda men bu natijalarga erishmoqchiman. Desangiz, unda fokus qilib bitta yo'nalishni olib, o'sha yo'nalishda o'zida ham partnyorlarni olsangiz bo'ladi. O'sha shu yaxshi shogirdlarga, kimlargadir o'sha biznesdan qanchadir to'lab bersangiz bo'ladi. Senlar kuchliroq ishlasang, qaysidir filiallarga rahbar qilib, o'sha filiallarda sherikchilik uslubida qanchadir foydaga sherikmi, boshqasimi ishlasa bo'ladi, ya'ni mas'uliyati bo'lish uchun. No, bitta yo'nalish bo'lgani uchun siz u qaysidir filialni zo'r qilib yuborgan bolani shunday olib turib, bu filialga ham qo'ysangiz bo'ladi-da keyinchalik. Tushunyapsizmi? Hozir buni rotatsiya ham qila olmaysiz. Lekin baribir sal qiyinroq bo'lar ekan deb qoldim baribir. Bitta yo'nalishmi? Yo'q, o'shani har xil yo'nalish hozir juda qiyin bo'ladi, chunki ular ham qiynaladi keyin, tushunyapsizmi? Olib kelish, uni tushunish, boshqa qilish. Ular to tushunib, bitta yo'nalishda keyin ular nima qiladi? Ular ham har xil yo'nalishlarda ochib yuboradi. Bu muammo universal muammo. Bu hamma tadbirkorlar, mana O'zbekistonda aksar tadbirkorlar shunaqa qiladi. 3-4 ta biznesni ochadi-da, keyin mana shunday qilib hammasi 3-4 tarafga tortadi uni. Boshqara olmay qoladi. Ba'zi bir odamlarni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda eshitaman yoki odamlardan eshitaman. Har xil bizneslari bor deb. Qanchalik darajaga chiqqan bilmayman, lekin to'g'risi aniqroq nima tanimayman odamlarni o'zi aslida. Shunaqa hamma bizneslarga kirgan, hamma biznesda ishlari bor deb eshitganman. Endi qarang, menda shunaqa qarashim, har bitta mana tadbirkor, biznesmen u ko'plab bizneslarga kirishi mumkin. Bitta muammo yo'q. Mana misol uchun men ham 3-4 ta bizneslarga kirganman. Bir nechta biznesim bor. No, har bitta biznesda o'sha biznesni boshqaradigan partnyor bor. Tushunyapsizmi? Va u partnyorni ulushi ko'proq bo'lishi kerak. Odat. Faraz qiling, siz qayergadir investor bo'lib kirdingiz yoki sherik bo'ldingiz-da, u biznesni tushunmaysiz, u biznesni kimdir boshqaradi. O'sha boshqaruvchi, o'sha biznesning egasi bo'lishi kerak. Agar u biznesning egasi o'zingiz bo'lib turib, sizda 5 ta biznesingiz bo'lsa, hammasida siz egasi. U 5 ta biznes ham rivojlanmaydi. O'rtacha bo'lib turaveradi. O'shaning uchun agarda o'sha siz eshitgan odamlar bir nechta biznesi bor desa va hammasida o'zi egasi bo'lsa, u bizneslar hammasi mayda bizneslar. Katta bo'la olmaydi u bizneslar. Yoki u odam investor bo'lishi kerak. Siz investor bo'lsangiz, ya'ni aralashmaysiz. Pul tikkansiz yoki qaysidir boshqa narsalar, tanish bilish, uy tikkan, mulk bilan kirgansiz, nimadir qilgansiz, investorsiz, aralashmaysiz. No, u biznesni har kuni rivojlantiradigan, ustida ishlaydigan, muammolarni topib yechimlar beradigan qaysidir shaxs bo'lishi kerak-da, boshqaruvchi. Bo'lmasam rivojlanmaydi. O'shanga sizda hozir bitta yo'nalishni tanlab, o'sha yo'nalishga egalik qilishingiz kerak. Endi mana shu joyingiz bor, joyingizni arendaga ham berishingiz mumkin, da, aytaylik, $500 yoki $1000 sizga pul beradi yoki o'sha yerda ochishingiz mumkin. Bu yerda ko'pchilikni hayolida meni joyim bor, mana shu joyimdan foydalanishim kerak deydi-da. Ya'ni biznesni o'sha yerda ochishim kerak. Shart emas. Ya'ni agar u joyingiz hozir siz qilayotgan biznesdan ko'ra ko'proq arendadan yaxshiroq berayotgan bo'lsa, bu degani sizni biznesingizga to'g'ri kelmaydigan joy bo'lishi mumkin. Ya'ni xozmak ochadigan joy emas edi. Oziq-ovqatga zo'r. Bu degani siz oziq-ovqatga kirishingiz shart degani emas. Siz prosta buni oziq-ovqatga arendaga berasiz-da va u arenda pulidan boshqa
xizmatga ko'proq to'g'ri keladigan joyga ishlatasiz u arenda pulini. Tushunyapsizmi? Shu. Ko'pchilikdagi xato ular mana shu menda joyim borda deydi. Mana shu joyimdan nimadir qilishim kerak deydi. U joyi aytaylik uni biznesiga to'g'ri kelmaydigan joy. Lekin iloji ishlatadi. Bu bir. Ikkinchisi, ba'zida odamlar o'zi tadbirkor emas, tadbirkorlikni qila olmaydi, lekin joyim bor deydi. Endi tadbirkorlik qilishim kerak deydi. Yo'q, qilmay qo'yaver deyman. Nima qilasan? Undan ko'ra arendaga berib yuborgin, senga ko'proq foyda olib keladi. Stabilni keladi. Sen boshing ham og'rimaydi. Harakat ham qilmaysan. Qayerdadir sen ishlab yuribsan, kimdir bankda ishlaydi. Yoki kimdir qayerdadir buxgalter bo'lib ishlaydi. Qanchadir pul orttirib bitta joy qilib qo'ygan. Endi o'sha bankadan ketib, mana shu yerda tadbirkorlik qilaman deydi. Qilmay qo'yaver. Agar bu tadbirkorlikka qiziqmasang, sen buni tushunmasang, sen o'sha bankda ishlaver, bu senga stabilni qanchadir doxod olib keladi. Chunki ishlab o'sha arendani pulini ham chiqara olmaydi. Arendaga qilish kerakmi? O'zini joyi bo'lishi kerak, bu ahamiyatsiz. Agar sizni biznesingiz yaxshi ishlasa, arendani qoplaydi. Yomon ishlasa, arendani ham qoplamasa, hech bo'lmasa zararda chiqmayman deb o'ylaydi-da ko'pchilik. Yo'q, siz yo'qotilgan foydani topa olmaysiz. Agar o'sha biznes qilmaganingizda hech bo'lmasa arenda kelardi. Tushunyapsiz? В любом случае arendami yoki o'zingiz joyingizmi, sizni biznesingiz yaxshi ishlash kerak. U arendaga bo'ladimi, o'zini va o'zingizni joyingiz bo'lsa ham, men sizga tavsiya qilaman, o'sha hisob-kitob qilasiz oxiri, foydami, zararmi, arendani qo'shing. O'zingiz arenda to'lang. Tushunyapsiz? Mana aytaylik, $10,000 оборот qildik. Bu $10,000 оборотda tovarni narxi 7,000 bo'ldi, 3,000 qoldi. 3,000 ning ichida $500 kommunalkaga ketdi, $1,000 nimaga ketdi, ishchilar oyligiga ketdi va $1,000 arendaga ketdi. Hisobni oldingiz, arendani kerak bo'lsa o'zingizga oldingiz, bu arendani puli deysiz va qancha biznes foyda qildi desa $500. Ha, bo'ldi, $500 foyda qilibdi deysiz-da. Shu bilan bunchalik yaxshi ishlamabdi deysiz-da. Undan ko'ra arendaga berganim yaxshiroq ekan. $1,000 berardi. Yo'q, o'zi itak $1,000 olib tashladingiz. No, siz $1,000 olib tashlamasangiz biznesini 1,5 berdi deb o'ylaysiz. Tushunasizmi? O'zingizni chalg'itasiz. O yaxshi ketyapti, 1,5 berdi deysiz. Asli 500 bergan xolos. Eng yomoni oxirida 1000 qolsa. O $1,000 topdingiz. Yo'q, 0 topdingiz. Chunki arendadan berib yubordingiz. O'shaning uchun farazan bu birovni joyi deb ish qilish kerak. Menimcha biznesni rivojlantirish haqida gaplashsak gap ko'p. Hozir o'tirsak yana bir 2 soatdan bemalol o'tiraveramiz. O'shaning uchun men umid qilamanki, bugun qanaqadir savolingizga, asosiy savolingizga javob oldingiz. Men o'ylayman, bitta asosiy sizdagi ko'plab qiynaydigan savollar bor. No, asosiy yechimni bermasangiz, biznesingiz keyingi qadamga o'tmaydi. O'shaning uchun mana shunga fokus qiling. Bitta yo'nalishni tanlang. Shu yo'nalishni tanlaganingizdan keyin shu yo'nalishga doir bo'lgan yuzlab boshqa muammolar kelib chiqadi. Keyin qadamma-qadam u muammolarni yechishga o'tamiz. Xo'p, yana bitta yengil savol. Hozir ishchilarda, o'sha sotuvchilar, ishchilar deylik. Shularni rivojlantirish uchun ularni o'qitish kerakmi yo o'zi nimani o'zi, misol biror kitoblarni mana o'qi yoki motivatsiya berishni o'zi kifoya qiladimi? Menimcha hozir bizning holatimga-da ishchilarni o'qitish kerakmi yo'qmi? Ishchilarni albatta o'qitish kerak. Agar ishchilarni o'qitmasangiz, ular o'smaydi, rivojlanmaydi. O'qitish deganda qanday o'qitish? Siz o'zingiz o'qitishingiz mumkin. Qayerlarda ham treningga borasiz, kitoblar o'qiysiz, o'shalarni gapirib berasiz, mana bunaqangi ishlagan, o'zingizni bilgan darajangizda. Обязательно bu har doim bo'ladigan narsa. Ikkinchisi, ularga qanaqadir kitoblar, qanaqadir bir resurslar berishingiz mumkin. Mana shuni o'qigan, mana shu YouTube'ni ko'rgan, mana shuni ko'rdim, mana buni qildim, yaxshi narsalar gapiryapti, o'rganib keyin menga gapirib berlaring. Uchinchisi, qanaqadir treninglarga jo'natishingiz mumkin. Borgan, mana shu yerda o'rgangin, keyin kelib gapirib berasan. Обязательно so'raysiz. Gapirib bergin, nimani o'rganding, nima qilish kerak ekan, qana sotish kerak ekan, bizni do'konda qanday ishlatsak bo'ladi. Shu narsani deb so'rab, endi bu ishchilarga investitsiya qilmasangiz, ularni rivojlantirishga qanaqadir bir sarflamasangiz,
ular o'smaydi, rivojlanmaydi, tushunyapsizmi? Oxir oqibat siz rivojlanmagan kadrlar bilan qolasiz. Endi sizni qo'rquvingiz bo'lishi mumkin, ularda treninglarga beraman deb ketib qolsa-chi. Da, ketib qolishi mumkin-da. No, treningga yubormasdan, o'qitmasdan u rivojlanmagan kadrlar qolib ketgandan ko'ra, undan ko'ra rivojlantirib va ularni ushlab qolish uchun sharoitni yaxshilash kerak. O'shanda rivojlanadi biznes. Tushundim. Menimcha mana shu joyida sekin suhbatimizni yakunlaymiz. Bugun kelganingiz uchun katta rahmat. Umid qilamanki, bugun savollaringizga javob oldingiz. Ma'lum miqdorda biz ham bir yo'nalishda uni fikrlashga, mana shu misol uchun hozir qaysi bir sohadan ketishga ertaroq bir nimani maqsadni qo'yishimiz shart ekanligini bildim. Zo'r. Katta rahmat. Rahmat sizga. Katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.